Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida AQSh va qiynoqlar masalasi. O'zbekiston iqtisodiyoti tahlil ostida. AQShda musulmonlar boy xaridorlar. Bu va boshqa dolzarb, rang-barang mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerikadagi siyosiy ijtimoiy manzara hamda siz yashayotgan mintaqadagi muhim o'zgarishlar tafsiloti bilan yana huzuringizdamiz. Prezident Bush AQSh hech kimni qiynoqqa solmaydi deydi. Biroq bu Amerikaga tegishli qamoqxonalarda tergovchi va harbiylar mahbuslarni qiynamayapti deganimi? Yaqinda mamlakat matbuoti AQSh Adliya vazirligining qiynoqlar haqida qanday yo'riqlar berganini fosh etdi. Kongress bu maxfiy hujjatlarni ko'rishni talab qilmoqda. Amerika matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, Adliya vazirligi kamida 2 hujjatda federal agentlarga mahbuslarni so'roq qilishda qiynoq usullarini qo'llash uchun ruxsat bergan. Bu maxfiy hujjatlar 2005-yilda yozilgan va tasdiqlangan. Bushning yaqin maslahatchisi Alberto Gonzales adliya vaziri etib tayinlangandan keyin Kongressda hukmron demokratlar bu qog'ozlar ularga topshirilishini talab qilmoqda. Kongress qiynoqlarga qarshi jiddiy chora ko'rmasa, Bush ma'muriyati buni eplolmaydi. Prezident Bush esa Oq uyda bu borada savollarga javob berar ekan, har qanday qiynoq jinoyat deydi. Hukumatim hech kimni qiynoqqa solmaydi. Bu borada mahalliy va xalqaro qonunlarga sodiqmiz. AQSh xalqaro maydonda 2001-yildan beri terrorizmda gumon qilingan insonlarni qiynaganlikda, qabih usullar qo'llaganlikda ayblanib keladi. Inson huquqlari tashkilotlari fikricha Bush siyosati qiynoqqa asoslangan. Elissa Massimina huquq himoyachisi. Agar prokurorlar qorani oq, to'g'rini noto'g'ri deya ko'rsatma bersa, qaynoq suv quyib so'roq qilish qiynoq emas desa, hech bir qonundan foyda yo'q. Bush o'tgan yili terrorda gumon qilingan shaxslarni qanday so'roq qilish va sudga tortish borasidagi qonunga imzo chekkan. Unda prezident urush mahbuslariga munosabat haqidagi Jeneva konvensiyasiga asoslangan holda so'roq qilishni buyuradi. Bush Al-Qoida va Tolibon bilan aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan kishilarni qiynoqqa solishni ham taqiqlagan. New York Times gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, 2005-yilda tergovchilarga mahbuslarning boshiga urish, ularni o'ta yuqori haroratda saqlash va suvga cho'ktirish kabi qiynoqqa solish uchun ruxsat berilgan. Huquqshunos David Sheffer nazarida bu qo'rqinchli siyosat. Bu kabi so'roq qilish usullari hukumat advokatlari fikricha qiynoq emasmish. Albatta qiynoq. Masala chuqur xavotir uyg'otadi. Prezident Bush esa terrorga qarshi kurash ko'p narsa talab qiladi deydi. Amerikaga qarshi hujum rejasi haqida biladigan odamni ushlasak, albatta uni qamoqqa olamiz va so'roq qilamiz. Oq uy mahbuslardan olingan ma'lumot Amerikani xavfdan saqlaydi deya qayd etmoqda, biroq Kongressda va jamoatchilik orasida bu qaydlarga ishonch past. Hozirda katta tekshiruv boshlangan. AQSh harbiylari Iroqda, Kubaning Guantanamo bo'g'ozidagi qamoqxonada, shuningdek ayrim ma'lumotlarga qaraganda Markaziy razvedka boshqarmasining maxfiy qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solganlikda ayblanadi. Bag'doddagi Abu G'arib qamoqxonasida qiynoqlar fosh etilgach, vaziyat tergov qilingan. Qamoqxona boshlig'idan tortib asirlarga zulm o'tkazgan qo'riqchilargacha sudga tortilgan edi. Ammo inson huquqlari himoyachilari nazarida qiynoqlar hali ham davom etmoqda.